O'tgan kuni og'aynim bilan Andijondan qaytyapmiz. O'rtoqlar, bu videoni hamma cho'pir tanishlarga jo'natib qo'ydi. Juda ham ehtiyotkor bo'lib yursin. Andijondan qaytyapmiz og'aynim bilan kechki payt soat 9 atrofi, yo'llar tuman, ko'rib bo'lmaydi. Sekin kelyapti o'rtoqlar, marhamatdan qaranglar. Andijonga ketishda chap qo'lda ko'tarmada penablok ishlab chiqaradigan sex bor. Kichkina uyga qo'yganda tirikchilik qilib edi hali odam. Eshigini tagiga reklamaga nomerlarni yozib qo'ygan, penablokni o'zini olib chiqib. Qaysidir isqirt odam shuni olib yo'lda o'rtasiga qo'yib qo'yibdi-da akalar. Voy onasini emsa, oy odam shunaqa isqirt bo'ladimi? Nohot akam kimgadir o'limni tilasin. Voy onasini emsa, uni penablokda bu uqalanmaydi-da. Bitta mashina bossa ko'tarib yuboradi-da mashinani. Uni orqasidan kelayotgan mashinalar, bir-biriga ergashib kelayotgan mashinalar avariya bo'lsa nima bo'ladi deylar. Shuni olib qo'yib qo'ygan. U tushib qolmagan qanaqadir mashinadan. Qaysidir isqirt hali reklamani olib qo'yib qo'ygan-da shu yo'lda bo'lgan, shu o'rta ko'chaga. Voy onasini emsa, ehtiyot bo'lib yuringlar, sho'pir akalar. Hammaga jo'natib qo'ylar bu videoni.